Sergeli tumanida yangi qurilgan Ibis mehmonxonasi uchun ahu tizimlarini tayyorlab berganmiz. Bu ahu tizimlari 6 qavatli binoni 130 ta xonasiga toza havo yetkazib berish uchun xizmat ko'rsatadi. Kelinglar shu haqda qisqacha ma'lumot beramiz. Avvalambor ahu sistemasi nima uchun xizmat ko'rsatadi? Kelinglar shu haqda qisqacha ma'lumot beraman. Tashqaridan havoni olgan holatda ichkariga filtrlardan o'tkazib yoki sovutgan holatda yoki isitgan holatda yetkazib beradigan mana shunaqa sistema hisoblanadi. Akvabil tomonidan taqdim qilinayotgan Shivaki brendi ostida ishlab chiqarilgan bu ahu tizimlariga biz demak shovqin so'ndirgichlar qo'yib berganmiz. Sababi nimaga? Mehmonxona uchun qilinayotgan bu ahu tizimlarida turli xil mijozlarimizga komfort bo'lishi uchun shovqinni, ya'ni baland ovozni pasaytirib, havoni yetkazib beradi. Ko'pchilik uchun foydali ma'lumot, inson nafas olishi uchun havoni namligi 30% dan 60% gacha bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun mehmonxonada ham komfort sharoit yaratish uchun bu ahu tizimlariga havoni quruqligini nazorat qiladigan tizim ham o'rnatib berganmiz. Ya'ni havodagi namlikni 30% dan 60% gacha ushlab turadi bu ahu tizimlari va bu ahu tizimlariga 2 xil radiator o'rnatib berganmiz. Chillerlarga ulangan holatda demak havoni sovutib beradi, isitish qozonlariga ulangan holatda bo'lsa havoni isitib beradigan ahu tizimlari hisoblanadi. Bu ahu tizimlarining umumiy quvvati soatiga 15.000 kub havoni haydab berish quvvatiga ega. Endi bu ahu tizimlarini 3 ta blok, ya'ni seksiyaga bo'lgan holatda ishlab chiqarganmiz, chunki transportirovka vaqtida ham va montaj vaqtida ham juda ham qulay bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqa ahu tizimlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlar orqali Akvabil kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Mutaxassislarimiz barcha hisob-kitoblarini amalga oshirib berishadi.